Assalomu alaykum. Eng shirin va chiroyli somsa retseptini ko'rishga kirib adashmadingiz. Foydali retseptlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Qani, boshladik. Xona haroratidagi margarinni olamiz. 3 piyola un qo'shamiz. 1 choy qoshiq tuz. Hammasini yaxshilab qo'limiz bilan urvoq qilib tashlaymiz. Hosil bo'lgan quruq massamizga 4 qoshiq smetana yokida qatiq qo'shsak bo'ladi. Bitta tuxum qo'shamiz. Bitta tuxumni faqat oqini qo'shamiz. Sarig'ini somsani yuziga surishga olib qo'yamiz. Qo'lga yopishmaydigan, yumshoqqina, ishlashga oson bo'lgan momoqqina xamir tayyorlab olamiz. Yumshoqqina xamir bo'ladi. Shu videoda ko'rsatilgandaqa qattiq yumshoqlikda bo'lsa, o'zingizlarga ishlashga oson xamir bilan. Qaylasiga uncha ko'p narsa ketmaydi, kamgina qayla ketadi. 200 gram go'sht, 5 dona piyoz. Go'sht, piyozni maydalab to'rab, tuz, zira, kashnich, aralash ziravor, yog' hammasini qo'shib qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib tashlaymiz qaylamizni. Men semichka yog' ishlatdim qaylaga. Agar sizlarda sariyog' bo'lsa, sariyog' qo'shinglar. Juda ham mazali chiqadi sariyog'qa ham, tabiiy sariyog'qa. Xamirimizni olib, xamirimizni yong'oqdek keladigan zuvalachalarga bo'lib olamiz. 25 ta zuvalacha chiqdi menda. Agar kattaroq qilaman demoqchi bo'lsanglar, 15 ta qilib, sal razmerini katta qilsanglar ham bo'ladi. Kattaroq somsalar paydo bo'ladi. O'zim kichkina somsani yaxshi ko'rganim uchun kichkina somsalar qildim 25 tadan. Har bitta zuvalachamizni 2 mm qalinlikda yoyib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek pichoqda iz tushirib olamiz. Bir osh qoshiqda qayla solsak yetadi. Xohlasanglar ko'proq solsanglar bo'ladi yokida kamroq solsanglar ham bo'ladi, o'zingizlar xohishingizlarga qarab. Xuddi ko'rsatilgandek qaylamiz ustini yopib, chetlarini qo'limiz bilan yaxshilab bosib chiqamiz. Pishayotganda qaylamiz chiqib ketmasligi uchun. Yaxshilab bosmasak, suvlari ikkala chetidan chiqib ketib, xunuk bo'lib ketishi mumkin. Shunaqa qilib o'rab, somsani ikkala uchini yana qattiq bosib, oymomo shaklini beramiz somsaga. Bir qaraganda ham shirinlik, ham bulochkaga o'xshaydigan mana shunaqa ajoyib chiroyli somsa mana shunaqa qilib tugiladi. Yana bir marta ko'rsatib ketaman tugilishini. Aslida umuman qiyin emas. Yaxshilab ko'rsanglar, bittada sizlarda ham aniq o'xshab chiqadi. Har bitta somsamiz betiga yaxshilab tuxum sarig'ini surib chiqamiz shotkada. Agar shotka yo'q bo'lsa, paxtaga tuxumni shimitib surib chiqsak bo'ladi. Yokida qo'limizda, qaysi o'zingizga qulay bo'lsa. Xohishga ko'ra kunjut, sedana sepsanglar bo'ladi. 180 gradusda avvaldan qizib turgan duxovkaga yuboramiz somsalarni. Yarim soatda pishib chiqadi. Mehmonlar oldiga qo'yishga yoki u bu joyga olib borishga to'g'ri keladigan, kichkinaga ham, kattaga ham birdek yoqadigan chiroyli va mazali somsamiz tayyor. Tayyorlab ko'rishingizga arziydigan somsa sizda ham o'xshaydi. Albatta tayyorlang.